Assalomu alaykum. Hammaga bugun Geron formulasini isbotini o'rganamiz. Demak, Geron formulasi bu uchburchak berilgan, tomonlari ABC, mos ravishda alfa, beta, gamma bu uchburchakning ichki burchaklari. Demak, biz isbotlashimiz kerak Geron formulasini. Demak, perimetr yarim perimetr bu. Bu esa S barobar ilzosida P ko'paytirilgan P minus A ko'paytirilgan P minus B ko'paytirilgan P minus C. Buni isboti qanaqa? Demak, bizga ma'lum bo'lgan formula bor. S barobar 1/2 A ko'paytirilgan B sinus ular orasidagi burchak gamma. Demak, bu formulani hamma biladi. Mana ikki tomon ko'paytmasi va ular orasidagi burchak sinusiga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, uchburchak yuzaga keladi. Demak, bundan nima qilamiz? Kvadratga oshirsak, s kvadrat teng bo'ladi 1/4 ko'paytirilgan a kvadrat ko'paytirilgan b kvadrat ko'paytirilgan sinus kvadrat gamma bo'ladi. Demak, mana shu formulani kvadratga oshirdik. Endi bu yerda biz sinus kvadrat gammamiz bu 1 minus kosinus kvadrat gammaga. Demak, bu trigonometrik ayniyat bor. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 ga. Bu yerda alfa o'rniga gamma turibdi. Demak, buni ham nima qilib yozib olamiz? 1 minus kosinus gamma 1 plus kosinus gamma. Demak, mana Geron formulasi isbotida uchburchakning yuzini boshqa ko'rinishdagi formulasini oldik, kvadratga oshirdik, sinus kvadrat gammani mana 1 minus kosinus kvadrat gamma dedik. Demak, bu ham qisqa ko'paytirish formulasidan 1 minus kosinus gamma 1 plus kosinus gamma. Demak, mana shu uchburchakdan kosinuslar teoremasini qo'llab yuboramiz. Demak, nima bo'ladi? S kvadrat bu a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab o'rtasida kosinus gamma. Demak, bu yerda bog'liqlikni topib olsak, demak bizga kosinus gammani topishimiz kerak. Kosinus gammani topamiz. Demak, nima qilamiz? Kosinus gammamiz teng bo'ladi. Xo'p, teng bo'ladi. Nimaga? A kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat taqsim 2 a ko'paytirilgan b. Demak, tushunarli. Bu kosinus gammani bu yoqqa olib borib qo'yamiz va soddalashtirishlarni olib borsak, bizga Geron formulasi keladi. Xo'p, mana bu sinus kvadrat gammani o'rniga mana buni qo'yib yuboramiz. Demak, bu 1/4 demak a kvadrat b kvadrat plus ko'paytirilgan 1 minus kosinus gamma 1 plus kosinus gamma. Demak, shu shaklga keldi. Demak, buni yozib olamiz. S kvadrat turganda s kvadrat bu mana s kvadrat bu yog'ini yozamiz. 1/4 ko'paytirilgan a kvadrat ko'paytirilgan b kvadrat keyin 1 minus kosinus alfani o'rniga mana buni qo'yamiz gammani o'rniga. Demak, a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat taqsim 2ab. Endi shuni plusligini yozamiz. 1 plus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat taqsim 2ab. Demak, bizga o'sha Geron formulasi почти ko'rinib qoldi. Endi nima qilamiz? Buni ham soddalashtiramiz. Demak, bizda 1/4 a kvadrat b kvadrat ko'paytirilgan mana umum mahraj 4 a kvadrat b kvadrat, to'g'rimi? Mana ikkalasi. Demak, buni bu yoq tepaga ko'tarib borsak, mana 2ab dan beramiz, bu yerga ham 2ab dan beramiz. Shunda 2ab minus a kvadrat minus b kvadrat minus c kvadrat ko'paytirilgan
ko'paytirilgan emas. Buni bitta mana qilib yozsak ham bo'ladi. Demak, bu 2ab plus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat bo'ladi. Demak, mana shu shaklga keldi. Buni nima qilamiz? Buni mana a kvadrat b kvadratlar qisqartirib yorsak, 1 taqsim 16 ko'paytirilgan. Demak, mana bu qavs ichi nimaga keladi? Demak, mana yerdan minus chiqarib yuborsak, bu mana plus bo'ladi. Uzr, chunki qaranglar, minusni mana yerga ta'sir qilganda, bular mana yerdan plus bo'ladi. Yo'q, bu minus bo'lar ekan. Minus. Bu to'g'ri, mana bu yer chunki plus, bu yer minus, shuning uchun minus. Bu esa plus bo'lib ketadi. Demak, mana minusni chiqarib yuborsak, bu c kvadrat minus a plus b ning kvadrati bo'ladi. Demak, qavs topamiz. Bu esa a plus b ning kvadrati minus c kvadrat bo'ladi. Demak, nimaga kelib qoldi? C kvadrat bu ham qisqa ko'paytirish formulasidan mana nima qilamiz? 1 taqsim 16 ko'paytirilgan c minus a minus b c plus a plus b. Demak, keyin qavsda mana bu a plus b minus c, a plus b plus c degan shaklga kelib qoldi. Demak, bu yerdan minusni chiqardik, mana minus chiqardik. Demak, c kvadrat minus a plus b ning kvadrati uzr, a minus b ning kvadrati ekan, uzr. Shunda minus a plus b keyin mana yerda minus bo'ldi. Qolgani to'g'ri, a plus b minus c, a plus b plus c. Demak, bu nimaga kelyapti? Bo'ldi. Demak, a plus b plus c ni 2p deb oldik. Chunki mana yerda mana yarim perimetrda belgilash kiritib oldik. Demak, bu yerda a minus a plus b plus c bu nima? Bu 2p minus a shaklga keladi. Ya'ni ikkita mana bundan, mana shundan 2p minus 2. Mana shundan 2 ni ayirsak, mana shunga keladi. Demak, keyingisi a minus b plus c bu 2p minus b shaklda. Yoki a plus b minus c esa bu 2p minus c ko'rishdi. Mana shuni joyiga olib qo'yamiz. Demak, nima bo'ldi? Demak, 1 taqsim 16 mana bu 2p minus a keyin mana yerda 2p minus b, mana yerda 2p minus c va 2p ko'rinishda qoldi. Tushunarlimi? Demak, buni nima qilamiz? Bu ikkilar hammasi 16 bo'lingan 16. Bu yerda p ko'paytirilgan p minus a, p minus b, p minus c ko'rinishga keldi. Demak, Geron formulamiz keldi. Bu o'zi s kvadratga teng edi. Demak, s'imiz teng bo'lar ekan iltizosida p minus a, p minus b, p minus c ko'rinishga keldi. Demak, isbotlandi. Mana uchburchakda Geron formulasini isboti shunaqa shaklda isbotladik. Hammaga rahmat.